Ko'pchilik evara, chevara, pannevara, ovora degan farzandlarni o'ziga huquq tomonlama qarindosh emas deb hisoblar ekanlar. O'zi qarindoshlik darajasi qayergacha? O'sha evara, chevaralar bizga qarindoshmi yoki qarindosh emasmi huquqiy tomonlama olib qaraganda? Kelinglar, men sizlarga mana shuni tushuntirib beraman. Faqat videoni diqqat bilan ko'ring va yaqinlarga yuborib qo'ying. Qarang. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksining 57-moddasida qarindoshlik darajalari belgilangan bo'lib, unga ko'ra 3 darajaga bo'linadi. Diqqat qiling, ota-onaga nisbatan bola to'g'ri shajaradagi 1-darajali qarindosh hisoblanadi. Xo'p, endi nevara bobosiga va buvisiga nisbatan 2-darajadagi qarindosh hisoblanadi. Evara bo'ladigan bo'lsa, katta bobosiga va katta buvisiga nisbatan 3-darajadagi qarindosh hisoblanadi. Endi 7 ta avlodni sanaymiz. Farzand, nevara, evara va chevara. Uzr, adashdim. Bu chevara, bu esa evara. Ya'ni bizga qarindosh hisoblanar ekan evara. Bu 4-sigacha bizning qarindoshimiz ekan huquq tomonlama. Mana shu yergacha huquq va majburiyatlar yuzaga kelar ekan. Endi qayerda to'xtaydi huquq majburiyatlar? Huquq va majburiyatlar pannevarada, ovorada va beganada bo'lmaydi. Mana shu qolgan 3 tasida huquq va majburiyatlar bo'lmaydi. Farzand, nevara, chevara, evaragacha huquq majburiyatlar yuzaga keladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni va videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Agar sizda oilaviy masalalarga oid muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin.